Salom do'stlar, sizlar bilan men Soliho MC. Do'stlarim, yangi videoga xush kelibsizlar. Xullas, bugun biz Imperiya videosini 5-qismini qilamiz va bugun biz o'qiyotgan darsimiz davlatimizga o'zini vazirliklarini quramiz. Mana hozir bizda bor. Oq uy qurganmiz, parlament, sud qurdik. Bugun endi qurishimiz kerak bo'lgan narsa bu vazirlik. Hamma narsa bitta joyda bo'lib qolmasligi uchun biz vazirlikni mana shu yerdan qurish boshlaymiz. Mana shu yerga baland qilib qo'ysak hozir bizga uning uchun oshqan edi. Mana shu anaqadan kerak. World edit boti modi bizga kerak bo'ladi bot. Hozir bitta tekshirib ko'ramiz. Albatta yaxshi ishlayapti. Xullas, hamma qurayotgan joyimiz bir xil rang bo'lib qolmasligi uchun bu vazirlikni biz boshqa anaqadan qurishni tanladim men. Mana bu endi balandroq bo'ladi. Jamchilik baland bo'lishi shart emas. Bitta bu yoqqa qo'ysak keyin mana shu hozir mashga qo'yamiz. Set risk. Endi shu ishlarni qilib chiqqandan keyin videoni yoqamay yana ko'rish boshlaysizlar. Hozir qismiga o'tamiz. Mana shu yerdan mashgacha qilsak boshqasini qo'yib yubordi bu. Qilib o'shaning nomi nima edi? Food planks deyamiz. Set food planks. Mana damda qilib mana qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'sh, mana hozirchalik sal-pal tayyor bo'ldi. Endi bu xonani ikkinchi etajini bittanda qo'ysak shunday boradi. Mana shu yerga qo'yamiz. Buni hozir bu hozircha aniq qilib tursam. Keyin yopayotganda nechta bilan bo'ldi? 3, 4, 5 ta. Xo'p. Bu endi hozir aniq qilamiz. Xonalarni qilishimiz kerak. Har xil xonalar bo'ladi o'zini. Misol uchun mana birinchi xona. Qasr, nodir vazir yoki kimdir xonasi bo'lishi kerak. Keyingi xona mana. Ikkinchi xona. Xullas shunaqa qilib hozir qurib chiqamiz. Xo'sh, mana xonalarni ma'mur devor oyna qo'yish uchun romlarni o'sha men tayyor qilib chiqdim. Endi ustini yopsak ham bo'ladi. Birinchi qavatda mana bunday bunday set aks. Mana bo'ldi. Birinchi etaj yopildi. Endi ikkinchi etajga xuddi shu ish chiqib chiqamiz. Qarabsiz ketdi. Mana hozir bizda 5 ta qavatli bo'ldi bu. Vazirli majmua emas. Xullas 5 ta qavat, har bitta qavatda 6 tadan xona bor. Shunda 30 ta. Bitta xonada ikkita oshiqcha 32 ta xona bor ekan. 32 ta xona bor. Hozir endi bu yoqqa chiroqlarni qo'yishimiz kerak, ma'murlarni yo'q qilishimiz kerak, zo'minglarni. Keyin dizayn qilishimiz kerak. Hammasini qilib olib keyin videoni davom ettiramiz. Bizga videoni ko'rishni davom etinglar. Qo'lga. Oynalarni ham qo'yib chiqdim. Ichiga bunaqa chiroqlarni ham qo'yib chiqdik o'sha. Hozir endi bizda bitta qilgan ishimiz
xonaliga eshikni qo'yib, anaqa chiqishimiz kerak. Mana biz o'zimizga bayroq qilsam ekan deb o'ylab qoldim. Bundoq qilib turib, keyinchalik qilib chiqsak ham bo'ladi bilan. Endi mana xonaliga kirib, o'tliga eshikni qo'yib, ichidagi narsalarni to'ldirib chiqishim kerak. Hozir men kerakli narsalarni olaman, keyin sizlarga ko'rsataman nimaga olganimni. Mana narsalarni oldim. Hozir endi shularni bitta qo'yib ko'ramiz. Agar kam bo'ladigan bo'lsa bular, yana narsalar qo'yaman. Xo'p. Mana shundoq qilib qo'ysak, yotganda ikkitasini qo'ysak, mana notebookni o'tirsa kelgan. Mana ashtiroqga qo'ysak, dori qilib, mana yaxshi. Mana bo'tga qo'yamiz. Bunday yoqib qo'ysak ham bo'ladi. Kelgan. Bitta dokument olish kerak bizga hozir. Ana qog'ozda turish kerak chunki. Bunda buni olamiz. Yotganda qo'ysak. Mana bo'lma shunda turadi. Shunda turganda yaxshi. Manatga bitta odam kelsa gaplashish uchun bunday qilib qo'yamiz. Bo'ldi mana shunaqa bo'ladi hammasi. Sans bitta o'sha vazirliklar hammasi tayyor bo'ldi. Mana hamma xonaga bunaqa bitta ofisni xona qilib, hamma narsalarni qo'yib chiqdim. Hozir endi bitta qiladigan ishimiz birinchi etajga amma kiraverishga eshik qo'yish bo'ldi. Mana buni yo'q qilamiz keyin. Xo'p, mana ishga bitta eshik qo'ysak, bu yoqqa. Xo'p, mana do'stlar, bu videomiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi qism chiqishi uchun like bosib obuna qo'ydi. Hammaga rahmat.